Mana shu yerda nech pulli mahsulot olganlarini kommentariyada yozib qoldirsangiz, albatta sizga bitta sovg'amiz bor. Assalomu alaykum. Biz Instagramda, Telegramda va YouTube'da kuzatib borishlar aziz obunachilar. Karavan korxonasiga bilasizlar, mehmonlarimiz kelsalar, fikrlarini olishga harakat qilamiz. Karavan korxonasida onlayn savdo qilganligi uchun bizni ko'pchilik kuzatib borishadi. O'shanga kelgan mehmonlardan fikrlarini olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Hojon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan, sog'-salomat xonadonlar issiqdi kunida bizni obunachilarimizga, kuzatib boruvchilarimizga bitta duo qilasiz va hojona qayerdan keldingiz? Qayerdan kuzatdingiz bizni? Nimalarga narsa xarid qilyapsiz, narsalar o'shalar obunachilarimizga siz keldingizda, ko'p obunachilarimiz kelishmaydi. Uyda endi ko'chaga chiqmagan ayollarimiz bor, uyda o'tirishadi, yo ishdan ortib kelisharmaydi. Bizni 12 ta viloyat kuzatib borishadi. Har xil platformalarda o'shalarga o'z fikringizni qoldirsiz. Andijon viloyati Baliqchi tumani Eshhaqlobod qishlog'idan keldik. Sizlarni bu korxonalaringni YouTube'dan ko'rib, 3 oy, 4 oydan beri kuzataman. Masalan, mahsulotlar yaxshi ekan, arzon ekan, sifatiga gap yo'q, yaxshi. Shunga qizimga sep qilmoqchi bo'lib, kuzatib ko'rib, bugun mana va nihoyat keldik. Sizlarga rahmat aytaman. Hammasi yaxshi, ko'ngildagidek. Qolgan kuzatuvchilarga ham shu yerga kelib, qizlariga, o'g'illariga sarpo qilmoqchi bo'lsa, shu yerga kelishini taklif qilaman. Siz qayerga keldingiz hozir? Men Qo'qon shaharga, Andijon tomonlaridan Qo'qon shaharga, Qovon issig'ida bizni hurmat qilgan holatda shunchalik kelibdilar. Qizlariga sarpoga kelib, aziz obunachilar, ko'rishlari ham mumkin. Shunaqa narsalar olishdi o'zi ham. Butun oila a'zo, kuyovni oila a'zosiga, buvisi, ammasi, xolasi, ina buvisi, ovsini, qaynag'asi qolmadi va kuyovni jo'ralarigacha narsalarni olish. Masalan, qisqacha ko'rsatib o'taman. Sirli sandiqda aytamanki, sirli sandiqda mahsulotlarimiz qaranglar mana hammasini qudalarga berishdi, qizlariga berishdi, opog'ayasiga olishdi, erkak quda, ayol qudaga o'zlariga kelinchak va har doimgidek pashshaxonamizni aytamizki, qizlarini o'ylagan holatlarda har bitta kelinchak yangi xonadonga borganda chivinlar yangi qon kelib chaqib olmasligi uchun mana oldinga o'xshab devorga miqlarni qoqishmaydida. Shunday qilib qo'yasiz pashshaxonalargacha bir aziz obunachilar. Sochiqlariga hamma xola o'sha kiyovni qo'ni-qo'shnilarigacha oldik va joy namozlarning originallari va kiyov jo'ralarga ham mana 15 talab kiyov jo'ralariga ham past nimalar, joy namozlar, pastel deysizmi, namatrasni ko'rpalar deysizmi, hammasiga hojona sarpo qilishdi. Shunchalik hurmat qilib kelganlarga Alloh rozi bo'lsin. Hojona sohingiz nima? O'qituvchi bo'lganmisiz oldin? Alloh umringizni uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar, yoshlaringga biz ham kiraylik. Oila a'zolar bilan kelishgan, akamlar, qizlar bilan kelishgan aziz obunachilar. Qisqacha video qilib qo'yapmiz aziz obunachilar. Hojona bitta duo qiling bizni. Amin. Amin. Ishlaringni omadini bersin, bozorlaring ko'p bo'lsin. Bundan ham muxlislaring ko'p bo'lib, yana ham topganlaringga barakat oysin. Shunchalik xalqni o'ylab shunday xizmat qilyapsizlar ekan, oxirigacha shunday bo'lsin. Uzoq umr ko'ringlar, qo'sha qaringlar, bolalaringni orzu havasini ko'ringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qizingizni baxtli bersin. Amin. Allohga hojona. Mana sarpochilarga, qizi borlarga nima tavsiya qilasiz? Bozorda yurib, issiqda, davlidan oshib, changlarda, to'zonlarda yurgan olgan yaxshimikan yo karavan korxona tashrif buyurib muzdekini, shoshilmasdan, xotirjam guliga qo'yib olgan yaxshimi? Nima tavsiya berasiz? Fikringizni ayting o'zingizni. Shu yerga kelib, shoshmasdan, o'ylab, ko'rib, chiroyli olgan yaxshiroq ekan. Yaxshimikan? Yaxshi ekan. Bozorda issiqda bu vaqtgacha dalinalar oshib ketgan bo'ladi. Oshib ketarmidi? Hojonam o'tirib gapiryaptilar, to'g'ri tushunasizlar. Bellari ozgina og'riyotgan, beli og'riqlariga, onalariga, masalan, otalariga bozorda yura olmasmidingiz? Yo'q, yura olmasdim. Bunaqa narsalar ola olmasmidingiz? To'g'rimi? Aziz obunachilar, o'zigacha qiyinchiligi bor. Shuning uchun bizni do'konimizga kelsalaring, xotirjamlik bilan olishlari ham mumkin. Behijot, muzdekini, hamma sharoitlarimiz bemalol bor. Aziz obunachilar, bizni kuzatib boruvchilar, sarpocha shuncha mahsulot olishdi, mahsulotlari hammaga olishdi, o'zi ham butun pulni hammasiga olishdi, hammaga ehsonga, hadyaga hammasiga olishdi. Sizlarga bitta narsa aytaman, shu hojonamiz mana shu yerda nech pulli mahsulot olganlarini kommentariyada yozib qoldirsalar, albatta sizga bitta sovg'amiz bor karavan korxonasidan. Mayli sizga qisqacha yordam berib o'taman. Mana shu mahsulotlari 5 million so'mdan ozgina o'tdi. Ag'ini qo'shimchasini sizlar topsalaringiz, sizlarga bitta mukofot bor. Kommentariyada o'sha to'g'ri topgan odamni tanlab bitta sovg'a o'zimiz albatta jo'natamiz. Aziz obunachilar, karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Sarpochilar bemalol yangi hovli olganlar, dom olganlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sizlar uylaringni to'ldirib beramiz. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Sog' bo'lasizlar, video yoqqan bo'lsa o'z yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.